payg'ambarga faqat soqolda o'xshagan odam najot topmaydi. Payg'ambarga faqat do'ppida, sallida o'xshagan odam najot topmaydi. Bu aniq. Bu masalani xohlagan domlangizdan so'rang. Jog'da soqol, og'izda g'iybat bo'lsa, u foyda bermaydi. Boshda do'ppi, og'izda so'kinish bo'lsa, u foyda bermaydi. O'zi hoji kibrlik bo'lsa, foyda bermaydi. O'zi namozxon, yolg'onchi savdogar, foyda bermaydi. Qiyomatda azobga ketaveradi. U namozxon bo'ladimi, hoji aka bo'ladimi, qora aka bo'ladimi, hojdada bo'ladimi, farqi yo'q. Kibr qilmasin, yolg'on gapirmasin, aldamasin, to'g'ri yursin, halol yursin, chaqimchilik qilmasin, birovni dilini og'ritmasin, laqab qo'ymasin, birovning ustidan kulmasin va hokazo va dinning go'zalligi shu bilan. Dinning go'zalligi do'ppi soqol bilan emas. Do'ppi soqol yahudda ham bor, o'g'rida ham bor, mushrikda ham bor. Ularda ham bosh kiyimi bor, ularda ham soqoli bor. Lekin bizni ulardan farqimiz, biz islom dini, islamun degani yaxshilik dini degani. Dinul islam o'zbekchasiga bu yaxshilik dini degani. Bu degani dinul islomda, islom dinini qabul qilgan odam yaxshi odam bo'lishi kerak. Yomon odam bo'ldimi, endi uni musulmon deyilmaydi. Endi uni fosiq deyiladi. Fosiq degani yomon odam degani.